300 dollardan 400 dollargacha bo'lgan eng optimal va zo'r smartfonlarni bugun ko'rib chiqamiz. Albatta bu smartfonlarni ikkita kategoriyaga bo'lib oldim, ya'ni narx kategoriyasi 300 dan 350 gacha va 350 dan 400 gacha. Shu yo'l bilan biz bular orasidagi optimal variantini tanlashimiz mumkin. 50 dollar ham katta raznica, ya'ni farq beradi. Bir xil 350 dollarda balandroq, ya'ni 400 dollarga yaqinroq bo'lgan telefonni emas, balki 320, 340 350 ya'ni 348, 349 dollargacha bo'lgan smartfonlarni ham olishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun kelinglar 300 dollardan boshlaymiz. Redmi Turbo 4 smartfon 310 dollardan hozirgi paytda O'zbekistonga olib keladigan narximiz. Bu Poco X7 Pro'ning Xitoy versiyasi. Albatta Redmi Turbo 4 Poco X7 Pro'dan bir nechta afzalliklari bor, xuddi shunaqa o'ziga yarasha minuslari ham bor. Redmi Turbo 4 6550 mAh akkumulyator, 90 wattlik quvvatlash moslamasi, Processor Dimensity 8400 Ultra, UFS 4.0 doimiy xotirasi, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC'lari ham bor. Displey AMOLED 120 Hz displey yangilanish tezligi, IP68 suv va chaynak himoya, Light Fusion 850 megapiksellik kamerasi va 16 megapiksellik oldi kameraga ega. Poco X7 Pro smartfoni albatta ushbu smartfondan почти bir xil, faqatgina akkumulyatori kichkinaroq va bir nechta yaxshi tomonlari bor. Ya'ni O'zbekiston hududida xohlagan operatoringizdan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Redmi Turbo 4 da esa bu narsa muammo bo'lishi mumkin. Baxila Uzmobilda, baxila Mobiuzda muammo bo'lyapti deb gapirishyapti, lekin hammada har xil. Narxi 310 dollardan Redmi Turbo 4 boshlansa, 12 GB versiyasi. Poco X7 Pro 5G versiyasi, 12 GB versiyasi 355 dollardan hozirgi paytda sotib olsanglar bo'ladi. 355 dollar yoki o'sha 310 plus yana 10 dollar aymen hisoblaydigan bo'lsangiz 320 dollarga Redmi Turbo 4 olgan yaxshimi degan savol tug'iladi. Albatta buni 350 dollargacha bo'lgan smartfonlar orasida ko'rib chiqib yana aytamiz. Keyingi smartfonimiz esa Redmi K70, o'tgan yilgi smartfon. Snapdragon 8 Gen 2 yaxshi, o'zini yaxshi tomondan ko'rsatgan protsessor bilan jihozlangan. 12 GB versiyasi 355 dollardan boshlanadi. To'g'ri, ya'ni 350 dedik, ozgina qimmatroq, lekin texnik jihatlari yomon emas. Albatta bu o'tgan yilgi Poco F6 Pro smartfoni Xitoy versiyasi hisoblanadi. Poco F6 Pro ham juda zo'r smartfon edi, faqat narxi sal qimmatroq. 12 va 512 GB versiyasi 480-490 dollardan hozirgi paytda sotilsa bo'ladi. Snapdragon 8 Gen 2 protsessor, 50 megapikselli asosiy va 16 megapikselli oldi kamerasi. OLED displey bilan jihozlangan 667 dyum 120 Hz displey yangilanish tezligi, 5000 mAh akkumulyator va 120 wattlik quvvatlash moslamasiga ega. Umuman olganda IP68 suv va changdan himoyaga ega bo'lmaganligi uchun bu smartfon unchalik qiziq emas. Ya'ni o'tgan yilgi va bu yildan demak hamma 200, 300, 400 dollarlik smartfon hammasida IP68 yoki 69 darajadagi suv va changdan himoyaga ega bo'lgan smartfonlar nisbatan aktual va yaxshi hisoblanib kelmoqda. O'zbekistonda sotib olsa bo'ladigan yana bitta smartfonimiz bor. Uni narxi 325 dollar. Poco X6 Pro, o'sha legendarniy smartfon. Poco X7 Pro olgan yaxshimi, Poco X6 Pro olgan yaxshimi desangiz, 325 dollarga Poco X6 Pro'ni 512 GB versiyasini olsangiz bo'ladi. 256 GB Poco X7 Pro 355 dollarga. Albatta menimcha Poco X6 Pro smartfoni olgan yaxshi, protsessori ham unchalik katta farq qilmaydi. To'g'ri, sal kuchsizroq, lekin umuman olganda texnik jihatlari bir-biriga yaqin. Poco X7 Pro'da 6000 mAh akkumulyatoriga ega bo'lsa, Poco X6 Pro'da esa 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Shuni hisobiga ikkala smartfon bir-biriga albatta Poco X7 Pro sal kuchliroq, lekin xotirasi kattaroq va yana 1-2 yil bemalol, ya'ni bosmasdan emas, bemalol maza qilib ishlatish uchun Poco X6 Pro ham yaxshi tanlovlardan biri. Lekin biz yana ham yaxshiroq, yana ham zo'rroq smartfonlarni qidirishni boshlaymiz. 350 dollargacha bo'lgan smartfonlarning ichida eng yaxshisi Realme Neo 7 deb hisoblayman. Narxi 348 dollar 12 GB versiyasi va boshqa xotirali versiyalarni ko'rsanglar bo'ladi. Realme Neo 7 ning bitta minus tomoni bor. U ham bo'lsa region blok, ya'ni O'zbekiston hududida yoki Rossiya, Qozog'iston hududida ushbu smartfon Xitoydan olib kelib ishlatilgan bo'lsa, bir hafta ishlatgandan keyin blokka tushadi. Lekin agarda siz Uzgard Shop orqali bu smartfonni buyurtma qiladigan bo'lsangiz, blokdan yetib erish mutlaqo bepul bo'ladi. Realme Neo 7 protsessor Dimensity 9300+,
IP68 suv chaynak himoyaga ega, LTPO AMOLED displey bilan jihozlangan, 678 dyum, 120 Hz displey yangilanish tezligi, 50 megapikselli asosiy, 16 megapikselli oldi kamerasi, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 va eng katta plusi 7000 mAh akkumulyator va 80 wattlik quvvatlash moslamasi bilan jihozlangan. Smartfon dizayni ham, boshqa jihatlari ham juda ham zo'r. Kanalimizda obzori bor. Nimagadir bu smartfonni ko'pchilik qiziqmadimi yo tushunmadimi, lekin eng ideal bo'lgan narxiga, ya'ni 348, 350 desa ham bo'ladi, grubo qilib aytadigan bo'lsak, $350 ga eng optimal, eng zo'ri mana shu Realme Neo 7. Hozir aytib o'tgan smartfonlar $300 dan 350 gacha bo'lgan smartfonlar ichida Realme Neo 7 ni nafaqat u texnik jihatlari, balki o'zi grafik qobig'i, kamerasi jihatida ham Realme Neo 7 eng optimal, ya'ni o'z narxiga juda ham yarashadigan, o'z narxiga arziydigan smartfonlardan bittasi. Keyingi kategoriyamiz bo'lsa $350 dan oshadi. Albatta $350 gacha bo'lgan smartfonlar ichiga Samsung Galaxy A55 va A36 smartfonlarini ham kirgizsak bo'ladi. 856 GB versiyasi, ikkalasini ham $355 dan sotiladi, ya'ni global bozorda. Demak, global bozordagi eng optimal, eng yaxshi smartfon menimcha $325 ga Poco X6 Pro ni olgan yaxshiroq. Honor va boshqa smartfon sozida afsus bu narx kategoriyasida unaqangi yaxshi optimal variantlar yo'q. Shu sababli faqatgina Poco X6 Pro smartfonini bemalol tavsiya qilishim mumkin. $325 ga global bozorda, ya'ni O'zbekistonda bemalol xarid qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xitoy smartfonlariga qiziqadiganligi bo'lsa, Realme Neo 7 smartfonni $350 gacha bo'lgan smartfonlar ichida eng ideal deb hisoblaymiz. Keyingi kategoriyamiz esa $350 dan $400 gacha bo'lgan smartfonlar. Snapdragon 8 Gen 3 protsessori hozirgi paytda flagman smartfonlar uchun qo'yiladi, lekin Xitoylik o'rta budjet, ya'ni o'rta narxli smartfonlarga mana shu Snapdragon 8 Gen 3 protsessorini tiqishgan. Albatta, bu yerda o'tgan yilgi Redmi K70 Pro, Redmi K70 Ultra, bundan tashqari iQ Neo 9s Pro smartfonlari ham bu kategoriyaga kirishi mumkin, lekin smartfonlar o'tgan yil chiqqani uchun ularni chetga surib turamiz va bu yil aktual, bu yil yangi chiqqan mahsulot zo'r, ishlashlari ham, ya'ni sotib olishingiz ham bemalol sotib olsangiz bo'ladigan smartfonlar haqida gaplashamiz. Bu kategoriyani hamma hayron qoladigan Honor kompaniyasining Honor GT smartfoni ochib beradi. Smartfon $355 dan boshlanadi, 1256 GB versiyasi. Narxiga juda ham ideal. Sababi $355 ga siz Snapdragon 8 Gen 3 protsessorini jihozlangan smartfon, IP65 suv chaynak himoya, 6.7 dyumli AMOLED, 120 Hz displey yangilanish tezligiga bo'lgan smartfonni olishingiz mumkin. 50 megapikselli asosiy va 16 megapikselli oldi kamerasiga ega bo'lgan smartfon. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UFS 4.0 va akkumulyatori 5300 mAh va 100 wattlik quvvatlash moslamasi komplektda keladi. Akkumulyatori sal kichkinaroq, lekin texnik jihatlari va narxi, dizayni ham o'zgacha bo'lgan smartfonlardan bittasi. Keyingi kategoriyamiz esa birdaniga $370 ga sakrab ketamiz. Bu yerda OnePlus S5, Redmi K80 va iQ Neo 10 smartfonlari. iQ Neo 10 LTPO AMOLED 144 Hz displeyga ega, 6.78 dyum, 50 megapiksel asosiy, 16 oldi kamerasi, UFS 4.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 6100 mAh akkumulyatori va 120 wattlik quvvatlash moslamasiga ega. OnePlus S5 smartfoni u ham xuddi shunaqa 6.78 dyum displey, IP65 suv chaynak himoyasiga ega, LTPO AMOLED 120 Hz displey yangilanish tezligi, 50 asosiy, 16 megapiksel oldi, UFS 4.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 va 6415 mAh va 80 wattlik quvvatlash moslamasiga ega. Akkumulyatori sal kattaroq. Keyingi smartfonimiz esa hamma yaxshi ko'radigan Redmi K80 smartfoni. Bu smartfonning displeyi kichkinaroq, ya'ni ixchamroq, ishlatishga qulay. Kanalimizda obzori bor, rostdan ham ideal bo'lgan smartfon, faqatgina bitta kamchiligi bor. Bu kamchilik haqida aytib o'tamiz. 12256 GB versiyasini $379 dan sotib olsa bo'ladi. Salkam $10 iQ Neo va S5 dan ko'ra qimmatroq, lekin IP68 suv chaynak himoyaga ega OLED displey, 120 Hz displey yangilanish tezligi, 50 megapiksel asosiy va 20 megapiksel oldi kamerasiga ega, UFS 4.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 va 6550 mAh akkumulyatori va 80 wattlik quvvatlash moslamasiga ega. Mana shu smartfon
ya'ni $400 bo'lgan smartfonlar ichida ideallari bo'lib turibdi. Menimcha Redmi K80 smartfonni tanlagan bo'lardim. Faqatgina bitta minusi bor. Qanaqangi minus desangiz, minusida rus tili bo'lmaydi. Aynan Redmi smartfonni hozir proshivka qilish uchun taxminan $50 dan $100 xarajatga tushyapmiz. Ya'ni $380 smartfonimiz $480 ga aylanyapti. Aytgancha Redmi K80 va K80 Pro'lar smartfonlardan Poco F7 seriyasidagi smartfonlari mana yaqinda global versiyasi chiqadi va albatta narxi $500 dan baland bo'ladi. Agarda $380 ga sotib olib, yana $100 ga proshivka qilib $480 ga tushsa ham sizga baribir o'sha global bozordagi smartfonlardan nisbatan arzonroqga tushishi mumkin. Lekin albatta global bozorda qanaqa narxdan chiqishi, aynan Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra smartfonlarni o'shaga qarab turib analiz qilishimiz mumkin. Hozircha Poco F7 Pro rasman chiqmadi. Narxlari rasman taqdim etilmadi. Shu sababli bu smartfonlar haqida demak qaysi biri yaxshi, K80 mi yoki Poco F7 smartfonimi desak, hozircha bu masalani chetga qo'yib turishimiz kerak. Albatta Redmi K70 Ultra, Redmi K70 Pro, iQOO 9 Pro smartfonlari ham yomon narxda sotilmaydi. 365, 420, 400. Shu sababli narxi ham sal qimmatroq va albatta o'zi ham aktualligini yo'qotdi desak ham bo'ladi. O'zimiz bozorda qanaqangi smartfonlar xarid qilsak bo'ladi desangiz, Redmi Note 14 Pro Plus smartfoni bor. 8256 GB versiyasi $375 dan va Samsung Galaxy A56 smartfoni 8256 GB versiyasini $397 dan hozirgi paytda sotib olsanglar bo'ladi. Mana shu smartfonlar nisbatan yaxshiroq, lekin Samsung Galaxy A56 va Redmi Note 14 Pro Plus'ni ham ikkalasini obzor qilganman. Samsung Galaxy A56 kundalik hayotda ishlatishga turli xil yangi fishkalari, o'yinga ham yaxshiroq bo'ladigan smartfon Redmi Note 14 Pro Plus smartfoni bo'ladi. Endi mana shu smartfonlarning ichidan Xitoy versiyali smartfonlardan $355 dan $400 gacha bo'lgan, $350 dan $400 gacha bo'lgan smartfonlar ichida qaysi birini tanlagan bo'lardingiz desangiz, so'zsiz Honor GT smartfonni tanlagan bo'lardim. Demak, Realme Neo 7 va Honor GT smartfonlari hozirgi paytda optimal narxi ham, boshqa texnik jihatlari ham o'z narxiga juda ham zo'r bo'lgan smartfonlar deb hisoblayman. Redmi K80 smartfon tanlagan bo'lardim. Почти ideal, faqatgina o'sha proshivkasi bu smartfonni ozgina odamni cho'chityapti va kimdir mana shu Xitoy versiyadagi, ya'ni ingliz tilida ishlata olmasligini inobatga olib Honor GT smartfoni ko'proq optimal yaxshiroq deyapman. Lekin agarda menga shu rus tili o'zbek tili kerak emas, ingliz tilida ham ishlataveraman desanglar, Redmi K80 smartfoni haqiqiy o'z narxiga ideal bo'lgan smartfonlardan bittasi. $350 gacha bo'lgan smartfonlar Realme Neo 7, $350 dan boshlanadigan smartfonlarda Honor GT smartfoni va $400 ga yaqin bo'lgan smartfonlarda Redmi K80 smartfonlarini sizlarga tavsiya qilishimiz mumkin. Global bozorda esa Poco X6 Pro $350 gacha bo'lgan smartfonlar va Redmi Note 14 Pro Plus va Samsung Galaxy A56 smartfonlari $400 gacha bo'lgan smartfonlar ichida optimal va yaxshi variantda bo'lib hisoblanib kelmoqda. Video shu joyigacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.